Кім не десе, о десін, қиындыққа қисайып сынбау керек, шаршатады, бірақ көз жұмбау керек. Қандай сынақ келсе де әлсіремей, өзіңді өзің әрдайым шыңдау керек. Түбі берсен, кедейліктің көкесін танытасың, кепшіктіктің шешесін шығарасың. Har bir fuqaro tuhmat bilan oyoq osti qilinish ila qoralangan nomini oqlashga haqlidir. Alloh bunga yo'l ochadi, lekin tegishli amaldorlar, o'rin xodim shifokorlar bunga to'sqinlik qiladi. Chunki amaldorlar, o'rin xodim shifokorlarga ularni kirdikorlarni fosh qilish emas va ularni poraxo'rlik, tanish bilish ishlari bilan qilgan jinoyatlarni fosh qilish emas, ularga faqat jinoyatlarni yashirish, tanish bilish ila poraxo'rlik qilib, karyerasini kengaytirib, boy badavlat bo'lib O'zbekiston tarixida yaxshi nomlar bilan qolish istagi. Fuqarolarning huquqlari, hurmatlari, murojaatlari, hattoki sog'lig'i ular uchun bir tiyindir. Hatto inson sifatida ko'rmaydi ular. Chunki xohlaganicha fuqarolarni qo'pol qilib tushuntirishni aytaman, eshak qilib minishni xohlaydi ular. Chunki ularga haqiqat umuman kerak emas, chunki ular qonunga bo'ysunmaydi. Men buni asos tariqasida ko'rsatib berishim mumkin. Eng birinchi o'rinda fuqarolar diktafon, video zaps qiladigan bo'lsa, albatta ularga hujum qilishadi va ularning bunday haqiqatni ko'rsatish imkoniyatlaridan mahrum qilish uchun har xil tarzda hujum qilishadi. Shaxsan meni boshimdan juda ko'p marotaba o'tgan. Hatto audio zapslar bilan ham, foto suratlar bilan ham ko'rsatib berishim mumkin, arizalar bilan. Lekin ular hammalarini inkor etib kelmoqda. 17-19 avgust 8 oy 2013 yildan beri. Bugun mana 24 avgust 8 oy 2026 yil. 13 yildan oshdiki, men
har bir murojaatimni to'g'ri hal bo'lishi uchun to'g'ri harakat qilyapman. Hammasi bor haqiqatlarni ko'rib, bir-birlarini, jinoyatlarni, hattoki korrupsiyalarni ham yashirib kelmoqda. Men bularni isbotlay olaman. Chunki qo'limda audio zapslar va tegishli hujjatlar bor. Ularning bunday adolatsiz ishlarga yo'l tutishlari o'zlarini noqonuniy tarzda himoya qilishdir.